Lanka oynadı, Bo'stonliqda boshladi. 10 tane pas olganlar bormi? To'rtta. 1 2 3. 3. Assalomu alaykum ko'pchilik. Qalaysizlar? Omonmisizlar, tuzukmisizlar, ko'rib turibsizlar, biz bugun ko'plarga tashrif buyurdik. Bo'stonliqdamiz. Bu joyga hamma biladi. Bu tarixiy joy. Ayniqsa o'sha burchakda chaylasi bor ekan. Necha yil bo'lganini bilmaymiz. O'sha Ko'pkar paydo bo'lgandan beri o'sha chayla bor ekan. Xullas biz Jaydar xalq bilan birgalikda bugun Jaydar o'yin o'tkazamiz. Biz 6-kunda boshladik. Ko'kpardamiz. Lanka o'ynadi, Bo'stonliqda boshladi. 10 tane pas olganlar bormi? 1 2 3 4 4 4 5 6. Voy o. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. O'yinda 2 ta 10 bitta tepib, kengroq. 1 To'xta. Tayyorsiz? bitta ketdik. Akalar, ko'tarsizsiz. To'g'rimi? O'yin bir odamning ashibkasi bilan bitta qildi bo'ldi. O'yin to'xtatildi. O'yin chestniy bo'ladir. Murod aka nechta qiladi? Mo'sh qilamiz. Qilsa omadini bersin. 500 ming oladi. Ketdik. Davayda 1 2 Kiborsan. O'yinda 500 ming so'm pul bilan Murod aka oldi. Ishtirokchimiz ham quruq ketmaydi, baribir bunga voucher beramiz. Iqbol, senga Qiziltuk kurashdan 1 yillik abonement beramiz. Aydana 4 dan yangi yilga senga 10% voucher beryapti. Murod aka, bu sizga aka. To'y qilsangiz оформлениyaga 50% voucher. Mr. Mirzo Dekordan 20% voucher. To'y qilasizmi, nimaki tadbir qiladigan bo'lsangiz, Umumiy summada 20% chegirma qilib beradi. endi qiziq joyi, endi pulini beraylik endi. 500 ming pulni bugun Bo'stonliqda Murod akamiz yutdi. Keyingi o'yinimiz qayerda bo'lganini kommentariyada yozib ketingiz deb.